O'zbek tilida bir ayol makri 40 tuyaga yuk bo'lur, degan naql bor. Fors shoirasi Furuq Farro'zot esa shunday deydi: Yana sendan yashirmoq bo'ldim, o'ychan etgan sirlarni shu tob. Nigohimga qattiq-u mayin kiprigimla tortaman hijob. Dil istaklar tubiga cho'kib yo'l so'rayman. So'ngra Xudodan endi senday halol va to'g'ri so'z aytarman tavbalar bilan. Hech qachon bu yuragimdan, qanotimdan qilmagin gumon. Aldaganman, aldagan edim, demaganman seni hech qachon. Bilmasmiding axir ayollar, tilida yo'q der, dilida jon. Ojizligin bildirmas sukut, ayoldan dars oladi shayton.